Yakkabog'li aka nomida. Hop. Kun oldin oluvdim. Olib sotish shartnoma qilib. Nomer olgansizmi? Nomer taqilmadi, xizmat ketdi. Baldinikin nomer kelar. Nomer kelayni sotdim qoldi. Yo'q, Endi qanday qilasiz deyman. nomer Endi uni olishni bekor qilib turib, egadan keyin olasiz. egadan olib sotdi bular. Ha, generalni bermaydi. Ha, yana ikkita yer xotin boradi, tartib shunday. Bekor bo'ladi, yana bir Bizga notarius yaqin, u muammo bo'lmaydi. Qanaqa siz? Chiroqchi. Men o'zim garan qilib nomer taqaman dedim, to'g'risi nomer taqaman deb Xo'p, tushundim. Bu olib sotdi bo'ladi qisqasi. olib sotdi bular. Guring to'shni guring qila olaylik. Shunga qarab savdo bo'ladi. Bo'lmasa bir narx aytaman do'stim. Bo'ladigan bo'lsa, mayli olib sotdi qila olinadi. Bo'ladigan bo'lsa naq 30 million pul beraman. Ochiqcha karta. Maydalashib so'raman. Kamlik qilmaydi. Olib sotdi bo'ladigan bo'lsa, to'g'risida faqat shunday bordim, keyin bordim, 5 million ko'tarib olib bordim. Bo'ldi, bular borsam nomer yo'q. Mana generalni istib qolasangiz. yo'q, bo'ldi, general emas, olib sotdi shartnoma. Tushundim. Qarang, olib sotdini atkazib beriladi, keyin yangi olgan odamga olib sotdi bo'ladi. Xo'p, 2011 Spark bir tomon selikrasida ham kreditlari almashgan, tomoni yana bir ko'rib beraman. G'irt birda, g'irt biri. Hozir men 30 million so'radimki, olib sotdi, hamma dokumentni chek qilib so'radim. 35 dan baland olaman. Ya, Yarimcha kuyga pulga olmaydi. olmasam 35 lar bo'lsa. Yo'q. 35, mayli, 35 emas. 35 emas, 34 beraman, keyin qilib bering. Yo'q, keyin qilinmaydi-da, shuning Ekan, ko'ndirsa bo'lmaydi. Qimmatda. Bo'lmasa o'zim shu generalni olib yuraveraydi. Bo'lmasa yo'q edi. Bu yo'q, shu General daveness degani amak olib sotdi qilmaysa 1 million 200 ga dokument. bir oldi sotgan qo'yib qolyapman-da. 7 million ketadi, olgan odamga hozir men 30 ga berganingiz bilan 37 million, men 1 million qo'yaman, 38 million bo'lib ketadi, bilasizmi? Shuni bilasiz. Bundan ko'ra siz nima dedi? Navruz. 30 million naqd pul beraman. Do'stim. 30 kamda. Ya, kamda beravering. Mana do'stim, tushunmoq shunda qachon sotaman, Xudo biladi. Qachon sotsam ham 1 million qo'yib sotaman. Oldi sotga o'sha payt qilib chaqirib qilib olamiz. 10 kunda bir 5-6 million zarar qilmayman-da. Endi u iloji yo'q, siz balandroq olib qo'ydingiz degani, keyin kim bilan balandroq olib qo'ydi? Yo'q, shunday bilakansiz. Buni o'zi asl narxi bilan so'radim-da. Agar 34 million beraychi edim, general daveness bera olsangiz, bera olmaysiz. Mana xo'p, men unisiga ham ko'ndim. Oldi sotni atkaz qilamiz, olgan odam oldi sot qiladi. 30 million naqd pul beraman. Navruz? 30 million kamiga. Kamlik qilmaydi. Nomer yo'q deb. Shu so'rab qilib qolgan ekan. Shu asib qoldi. Asib qoldi. Shuni so'raganimda shuni qilmaydi boshida. Hozir narxini bilasizki baland. Navruz? Bitta yuraversa. Endi tushdi. Bundan foyda ko'ra olmasangiz ham zararingiz aniq. Ochiqcha yuring ishon. Bo'ladigan bo'lsa mayli. Men siz vaziyatingizni tushundim. Tushungan holatga bir narx aytaman. Bo'lmasa xafa bo'lar emas. Bo'ladigan bo'lsa 32 million beraman, kim olsa 40 millionga tushadi. Menga 1 million beradi, 40 millionga tushadi ekan. Faqat rozi bo'lib bering. Endi mana. Xo'p, Spark bozorni aytaman aka. Birinchi shahardagilar aytiladi narxi. 2011 Spark, mana bu tomoni selikrasga. Mana bu kreditlari yangi qo'yilgan. Yurganini aniqlolmadik, akam bilan o'rindik. Sifatga to'xtab qo'ygan ekan. Motorlari yaxshi. Birinchi pozitsiya 32 million olindi. 32 million so'mga Spark. Olib sotdi bular. Kim olsa 33 millionga sotaman. 1 million qo'yib.